Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Dwight Eisenhower, Barack Obama. Bularning barchasini nima birlashtiradi bilasizmi? Ularning hammasi Kolumbiya universitetida tahsil olishgan. Endi esa e'tibor bering. O'tgan yili bizning o'quvchimiz ham aynan shu universitetga 100% grant bilan qabul qilindi. Yana bir o'quvchimiz esa Flex dasturida mutlaq g'olib bo'lib, ayni damda Amerika Qo'shma Shtatlarida tahsil olmoqda. Rahimov School umumiy o'quvchilari $10 million dan ortiq grant yutishdi. Endi siz ham bu yo'lni o'rganishingiz mumkin. Toshkentdan kelgan xodimimiz, tajribali school konsuli Farg'ona filialimizda treyning o'tkazadi. Bu treyningda siz chet eldan qanday qilib grant yutish jarayonlarini bosqichma-bosqich o'rganasiz. Real misollar va muvaffaqiyat sirlari bilan tanishasiz. Offline qatnashuvchilarimizga grant yutishda yordam beradigan maxsus fayl bonus sifatida beriladi. Eng faol qatnashuvchilarimiz esa individual konsultatsiya yutib olish imkoniga ega bo'ladi. Aziz o'quvchilar va ota-onalar, joylar soni cheklangan. Quyidagi havola orqali hoziroq ro'yxatdan o'ting va orzuyingiz sari birinchi qadamni qo'ying. Rahimov School. Orzularni grant bilan boshlaymiz.